Filippinning markaziy qismidagi Sebu shahridagi chiqindixonada sodir bo'lgan ko'chki oqibatida bir kishi halok bo'ldi va o'nlab odamlar bedarak yo'qolgan deb hisoblanadi. Assalomu alaykum. Payshanba kuni Binaliyev chiqindixonasida ulkan axlat uyumining qulashi oqibatida 22 yoshli ayol halok bo'ldi. Mahalliy hokimiyat 30 dan ortiq odam hali ham bedarak yo'qolganini ma'lum qildi. Qutqaruvchilar vayronalar ostidan 12 nafar sanitariya xodimini tiriklayin chiqarib olishdi. Ular jarohat bilan kasalxonaga olib ketildi. Bedarak yo'qolganlarning aksariyati chiqindixona ishchilari deb taxmin qilinmoqda. Bu operatsiyasi juda qiyin bo'lganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, axlat qatlami hali ham beqaror va qulash xavfi mavjud. Bu oddiy ko'chki emas. Agar biz uni yuqoridan olib tashlasak, pastki qatlam yumshoq bo'ladi. Agar u yerda odamlar bo'lsa, vaziyat yanada yomonlashishi mumkin, dedi u mahalliy ommaviy axborot vositalariga. Baxtsiz hodisa sababi hali rasman aniqlanmagan. Biroq shahar kengashi a'zosi Jael Garganera bu chiqindilarni noto'g'ri boshqarish natijasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, poligondagi tuproq qazib olingan va ustiga ko'proq axlat uyumlari qo'yilgan. Bu esa xavfli vaziyatni yaratgan. Degan poligon emas, balki oddiy ochiq cho'l, dedi u. Qidiruv-qutqaruv ishlariga 300 dan ortiq ishchi jalb qilingan. Voqea joyida ekskavatorlar, tez yordam mashinalari va o't o'chirish uskunalari ishlamoqda. Ayni paytda bedarak yo'qolganlarning qarindoshlari poligon atrofida to'planib, yangiliklarni kutishmoqda. Ba'zi oilalar yaqinlaridan hayot alomatlarini eshitganliklarini va umidlarini uzmayotganliklarini aytishmoqda.